Psixologiya nuqtai nazari bo'yicha aytganda muddao odamning barliq harakatidagi qo'zg'atqich omili hisoblanadi. Bir odamda muayyan ma'rif aqidasining bo'lishi uning ko'nglida muayyan ma'rif g'oyasining borligidan darak beradi. Demak, g'oya bilan aqida birlashsa, nayt ro'shan bir muddao shakllanadi. Bu muddao sizning so'zingiz, harakatingiz va boshqa barliq faoliyatingizni qo'zg'atadigan birdan-bir harakatlantirgich kuch ham energiya. Demak, hozirgi kunda bizningki maktablarimizningki qattiq detal qurilishi ilgirki zamonlarga boqqanda bir-birida yaxshi bo'layotgan bilan o'qituvchilarning ma'rif uchun o'zini bag'ishlash ro'yi ilgirki ustozlarnikiga yetmaydi. 50-60 yillardagi o'qituvchilarningki o'zini ma'rifga bag'ishlashda shunday oliyjanob ro'yiga bugungi maktablarning shart-sharoiti yaxshi bo'lgan o'qitish faoliyatlarni o'rinlashga turli aslahalar yetarli bo'lgan sharoitga ro'yi holatini solishtirsak, biz ajdodlarimizning oldida sal xijil bo'lib qolgan holatga tushib qoldik. Buningda albatta ichki tashqi omillar oldu. Ma'lum bir o'zgarish yoki u aktiv o'zgarish olsun yoki passiv o'zgarish olsun bekodili bo'lmaydi. Uningda bir necha omilninki yig'indisi bo'lib shakllangan bir holat bo'ldi. Her qanday bir paketni, her qanday bir amaliyotni yoki oqibatni cho'qim bir top omillarningki birikishi va o'zaro kesishidan shakllangan deb aytish bo'ladi. Har qanday narsani bir omil belgilab o'tolmaydi, ham mutlaqlashtirib o'tolmaydi. Unda bo'lganda bizningki bugungi maktablarimizning shart-sharoiti ilgirki vaqtlarga solishtirganda yaxshi. Buningdan 10-20 yillar ilgari mashinasi bor muallimni tasavvur qilish mumkin emasdi. Hozir muallimlarning ichida mashinasi bor muallimlar avdi. Shaxsiy turmush jihatdan aytgandim. Maktablarningki o'qitish ahvoli qattiq detal qurilishimi alohida yaxshilandi. Mushundaq bir sharoitda biz nima uchun ma'rifning sifatini, ma'rifda qo'lga keltirilgan ko'ngilni ko'taradigan natijalarni ko'z-ko'z qilolmaymiz yoki namoyon qilolmaymiz deganda biz o'ylamagan bir krizga duch keldik. Bu nima krizis deganda dal ma'rif bo'lgan aqidamizning to'g'rilab ketish krizisi. Maktab odatda 3 xil tipga bo'lindi. Maktab rahbarlarining boshqarishidagi maktab. Qoida tuzumning boshqarishidagi maktab. Maktab madaniyatining boshqarishidagi maktab deb. Demak, maktablar mushundaq 3 turkumga bo'lingan vaqtda bu 3 turkumdagi yoki 3 xil tipdagi maktabningki eng ilg'or, eng kishini umidlantiradigan yoki odam tarbiyalashga muhit mos keldigini qaysi desa, madaniyat tarafidan boshqariladigan maktab. Maktabdagi boshqaruvchilar bo'lsin, boshqariluvchilar bo'lsin, o'quvchilar bo'lsin, o'qituvchilar bo'lsin, hammasini muayyan bir madaniyat boshqarib. O madaniyatni siz ko'z bilan ro'shan ko'ra olmaysiz, qo'lingiz bilan tuta olmaysiz. Ammo shu maktabda shunday bir madaniyat ko'rinmas bir iqimdak u yoqdan bu yoqqa eqib yurgan bo'ldi. U hammamizning so'zi va harakatini, muddasini belgilaydigan bir ta'sir kuchga ega bir iddiya iqim. Shunday bo'lganda ikkinchi o'rinda turadigan maktab qanday maktab desa, qoida tuzum orqali boshqariladigan maktab. Qoida tuzummi ilg'or narsa. Agar qoida tuzum bo'yicha boshqarilsa, unimi hech kim xato demaydi. Ammo bu madaniyat orqali boshqariladigan maktabga qaraganda, ya'ni tuvan darajalik maktab. Eng passiv, eng nachar maktab qanday maktab deganda, maktabningki boshqaruvchilarining boshqarishiga tushib qolgan yoki barliq xizmat halqalari boshqaruvchilarning irodasi bo'yicha bo'ladigan bunday maktabni eng nachar maktab deyishga bo'ldi. Hozir Jungoning ma'rifchilari maktablarni mana shunday 3 tipga bo'ldi. Shuning bilan maktablarda maktab madaniyatini paydo qilish deydigan bir shuar hozir yuqoridan tuvangacha umumlashyapti. Unda bo'lganda maktab madaniyatining mag'izi yoki negizi nimada? Cho'qim har qanday bir narsaning bir mag'izi, negizi bo'ldi. Har qanday bir razillikning bir manbasi bo'ldi. Har qanday bir xayrlik, ulug'vor ishning intayin nozik bir negizlik taraf bo'ldi. Bizningki maktab madaniyati deb cho'ng bilayotgan yoki madaniyat holatidagi yoki madaniyatning boshqarishidagi maktablar eng ilg'or tipdagi maktab bo'ladi deb
ta'kidlayotgan mushu vaqtda bizning ko'z oldimizga keladigan madaniyatning ro'yi nima desa, bu madaniyatning ro'yi dal odamni asos qilish. Jungoda odamni asos qilish shuari 2001-yilda o'tirib qo'yildi. Shu vaqtda 2001-yili odamni asos qilgan jamiyat qurish shuari yoki g'oyasi o'tirib qo'yilgan vaqtda ziyolilar, mutafakkirlar nima dedi deganda, agar Jungo hukumati iqtisodiy qurilishni ching tutgandek ching tutsa, odamni asos qilgan jamiyatni 30 yilda amalga oshira oladi dedi. Demak, 2001-yilda o'tirib qo'yilgan mushu shuarninki yoki davlat qurish g'oyasining hozir yo'l o'tirib qo'yilganiga 10 yillar bo'ldi. Bir jamiyatninki odamni asos qilgan jamiyatga aylanishi shuar orqali bo'lmaydi. U barliq tarmoqlarning shu shuarni ideyaga aylantirish, ideyani harakatga aylantirish ham bu harakatni oqibatda kishini suyundiradigan bir natijaga aylantirish bilan bo'ldi. Unda bo'lganda maktablardagi madaniyat ro'yimi dal shu odamni asos qilish ustiga qurildi. Bu qarmoqqa siz uchun yoki biz uchun ko'p deyilgan, ancha notunish bo'lmagan bir gapdek tuyuldi. Bu söz yoki bu ideya sizga bizga shuar sifatida tonish olgan bilan bu bir xil ideya, aqida sifatida xillan notunish. Hozir bizningki barliq mudda, barliq faoliyatimiz odamni asos qiladigan shunday bir muddaga yig'inchaqlandimi yoki emasmi degan masala kelib chiqadi. Biz baydadoq psixologiya nuqtasini aytganda muddaa harakatninki kelib chiqishiga turtki bo'ladigan birdan-bir energiya yoki birdan-bir omildir. Bunda bo'lganda bizning maktablarimizda odamni asos qiladigan bir ideya, aqidaga aylanib, o'qituvchi, o'quvchilarning ham maktabdagi barliq odamlarning qalbidan o'rin olsa, bu maktabninki madaniyat muhiti kishini suyundiradigan bir holat keldi. U maktabda qoida tuzum bo'lmasimi, boshqarg'ich bo'lmasimi, maktabdagi barliq o'qituvchilar o'zining vijdonining buyrug'i ostida o'zining aqidasining nima ekanligi, qiladigan ishining nima ekanligi, maktabga nima uchun kelganligini o'zi ichki ichidan qaynab chiqayotgan bir vijdon orqaliqlar bijirib ketaverdi. Shunga Fransiyaningki mashhur adabiyotshunosi bo'lgan Viktor Hugo o'qituvchilik vijdon ishi degan. O'qituvchilik vijdon ishi deganda har bir o'qituvchida bir vijdon bo'lsa, o'qituvchilikqa aqida bog'lagan. Bu bir energiyaga aylansa, u vaqtda bunday o'qituvchi uchun qoida tuzumningmi yoki boshqaruvchining qo'zg'itib yurishining, boshqarib yurishining faqat keragi yo'q degan. Demak, o'qituvchilik bir vijdon ishiga aylana oladimi yoki emasmi? Biz dal mush nuqtani amalga oshira olsak, andan keyin bizning maktabimiz maktab madaniyati degan mush narsani amalga oshira oldimi, oshiramadimi degan masalaga javob bera olamiz. Ilgari Safa ma'rifi yo'l qo'yilgan vaqtda Safa ma'rifi buningda 20 yillar ilgari Nayet ko'pincha maktablarda Safa ma'rifi qanday tushunilgan desa, bolalarni ancha-muncha tamoq etadigan mashg'ulotlar bilan shug'ullantirib qo'yish, ko'pinchisini soz usullar bilan mashg'ul qildirib qo'yish, maktabda shunday bir xil soz chaladigan, usul o'ynaydigan krujiklarni tashkillab qo'yish, mushuni Safa ma'rifi deb tushungan. Keyin buning nayet ahmoqona bir ish ekanligini, Safa ma'rifining ro'yini egallagan, ham darslarning muddasini egallagan vaqtlarimizda buning kulkilik ish ekanligini to'nib yetdi. Hozir maktab madaniyati paydo qilish desa, yanalam nurg'un boshqaruvchi shaxslar yoki ba'zi funksiyalik tarmoqlar qanday o'ylayapti desa, yanalam maktablarga bir qog'oz gullarni, shuarlarni esib qo'yish, yozib qo'yish, yana shu nag'manava, adabiyot, san'at, muzika, usul degan narsalarga ahamiyat berishni maktab madaniyatini paydo qilganlar deb tushunyapti. O'zimlarni bir vijdonliq o'qituvchiga aylantirman, maktabimni bir madaniyat ro'yiga ega maktabga aylantirman deydigan mush ideya kelsanglar, oldindan bu nima deganda odamni asos qiladigan bir ulug'vor ideyani qalbingizga tushunmak kerak. Odamni asos qilish degandan-ki misolini biz darslarda boshlangan vaqtida uqqan. Shu vaqtda darslarning mutaxassislari o'zininki bir qatimlik leksiyasida maktab mudirlariga so'zlab bo'lib, keyinda sinov qilgan vaqtda maktabingizda nima bor degan savol orqali bu xil ideyani olg'a surgan. Shu vaqtda maktabingizda nima bor degan savolga nihoyat ko'pligan o'qituvchilar xato javob bergan, ham g'ayrilik his qilgan. Faqat nihoyat oz sondagi maktab mudirlari maktabda odam bor degan. Ko'pinchisi maktabda bino va o'qituvchi va o'quvchi va manchalik ittifoq a'zosi va manchalik partiya a'zosi deb mushlan sanagan.
Demak, maktabda odam bor degan javobning o'zi qanday javob deganda, madaniyat ro'yiga to'yingan javob. Madaniyat degandan keyin ma'nosi shu odamni asos qilish degan. Tegi-tegini aytgan aynan narsa. Şuna hozir bizda kim bo'layotgan narsa nima deganda, ma'rif aqidasidagi bizning bo'libmi vujudimizdagi ma'rif aqidasining odamni asos qilishdan iborat mushu bir tüp negizidan chetnab ketganlik. Mushu negizdan chetnab ketgachga bizning ma'rifimizda bizni endishiga soladigan nayt nurg'u ishlar ko'riladi. Bu nimalarni keltirib chiqaradi deganda, sizning ideyangizdagi, aqidangizdagi bir narsa buzilsa, nurg'u narsaga ta'sir etkazadi. Masalan, Amerikalik faylasuf Xoni Rodin degandan keyin bir gapi bor. İdeyyangizga diqqat qiling, u sizning so'zingizga aylanadi deydi. So'zingizga diqqat qiling, u sizningki harakatingizga aylanadi deydi. Harakatingizga diqqat qiling, u sizningki odatingizga aylanadi deydi. Odatingizga diqqat qiling, u sizning xarakteringizga aylanadi deydi. Xarakteringizga diqqat qiling, u sizning taqdiringizni belgilab qo'yadi deydi. Demak, bizning xarakterimiz hozir bizning shaxsiy taqdirimizni belgilagandan sirt milliy ma'rifimizninki taqdirini belgilab qo'yadi. Eng cho'ng psixologik masala tushkunlik masalasi. Hozir tushkunlashish bir kollektiv holatga o'tdi. Bu ma'lum bir maktabda bir muallimda, bir 5-10 o'quvchida ko'rilgan emas, bu 70-80% o'qituvchining va o'quvchining bo'libmi o'qituvchilarning ro'yxatida tushkunlashish shamili avjab ketdi. Tushkunlashish shamilininki avjab ketganligining ifodasi nimalarda ko'rildi deganda, ma'rifga bo'lgan aqidasining bulg'alganligi, uningki iddiasida odam asos bo'lmasdan boshqa narsalar, quruq shansharablar, quruq kiyim-kechaklar, quruq obro'parastlikka yotadigan narsalar birinchi o'rinda egallab ketganda, bu odam tushkunlashgan odamga aylandi. Undaq odam turmush qanday qaraydi deganda, shu udul baxt izligicha bo'ldi. Udul baxt izlash baxtning kelajagiga ulsalish xarakterda bo'lmasdan, udul kelgan narsadan bahramlanishni birinchi o'ringa qo'ydigan. Bu texnik konkretlashtirganda turmushdan, hayotdan bahramand bo'lishni birinchi o'ringa qo'ydigan, beg'ishlab yashashni unutib qoldigan bir holat. Tushkunlashgan odamlar shunday qildi. Davomli mush hayotdan bahra olsamda, bahramand bo'lib yashasam deb o'ylaydi. Men bu hayotga nimani taqdim qilaman? Men bir ma'rifchi, bir o'qituvchi bo'lib suhbatimda o'zimda qanchalik beg'ishlash ro'yini ifodalayman deydigan mandaq savolni unutib qolgan bo'ldi. Maktab nima qilib beribdi ekan menga? Bu maktab mudiri nima qilib beribdi ekan? Ma'rifni boshqaruvchilar nima qilib beribdi ekan? Bu shumtaklar nima qilib beribdi ekan deb oxirida o'zining sinfidagi o'quvchilarga qadar qaydaydi. Onun uchun butun dunyo ish qilib berish kerak. O'zi hamma ish qilmaslik kerak. Onun aşı darsxonaga lag'aylab kirib chiqib kelganligining o'zi ajoyib cho'ng to'pa nazarda. Demak, mush darajada tushkunlashib o'zininki ro'yi holatini bir xil mutahamlarninki yo'l to'sidan qaraqishlarning holatiga keltirib qo'ygan nurg'un ma'lumotlar. Hamma yerda talabli qilgan hech kimdan rozi bo'lmagan, hech qanday organdan rozi bo'lmagan, faqat bahramand bo'lib yashashdan iborat birlig'idan iste'mol saranligiga giribdor bo'lgan. Hozirgi jamiyatda bozor egiligining bizning vujudimizda paydo qilgan eng cho'ng illatlarining birisi iste'mol saranligida ko'rildi yoki iste'mol talviligida ko'rildi. Bu iste'mol talviligi degan bu ixtisoslashdagi nihoyat muhim bir atalg'i bu. Shunday muhim kasbiy tarmoqlarning odamlari o'zaro nimada solishtirildi desa, masalan, biz oldindan ma'rifchilarni nazarga olaylik. Uyg'urlarningki Şinjan'da Uyg'urlar hamda avtonomiya huquqini yurgizayotgan millat. Uning ustiga nupusi 10 milliondan oshirgan millat. Nayt cho'ng millat qatoriga kirdi. Şinjan'dagi umum nupusining 40% egallaydi. Uyg'urlarningki tayinadigan, o'zininki milliy arzu istaklarini amalga oshiradigan, o'zininki milliy safosiga, kishilik safosiga ul soladigan eng cho'ng qurilishni amalga oshiradiganlar kimlar desa o'qituvchilar. Bizda uningdan boshqa biz tayinadigan kuch yo'q. Uyg'urlarninki o'zining milliy safosini amalga oshiradigan, milliy orzularini amalga oshiradigan mushundaq bir ulug'vor qurilishdagi tayinishga tegishli eng zo'r kuch mush o'qituvchilarga tayinildi. Bizning o'qituvchilardan boshqa dehqonlarmi bu masalani hal qilolmaydi. Boshqa tarmoqdagilar buni hal qilolmaydi. Savdogarlar hal qilolmaydi. Buni hal qiladigan birdan-bir kuch, eng zo'r kuch biz faqat butun umidimizni, ishonchimizni bog'laydigan kuch mush o'qituvchilar. Demek o'qituvchilar qo'shini bizningki ideya va kelajak qurilishimizdagi nihoyat zo'r bir jangchilar. Ammo bu jangchilarningki hozir nihoyat nurg'un illatlar bor.
Bugungi temadagi leksiyami dal mushu o'qituvchilarning aqidasining bo'shab ketganligi, qurichib ketganligi bu aqidasiga. Bu aqidani qanday qilib bir xil energiyaga o'zining barliq harakatini tashkillaydigan bir kuch manbasiga aylantirib bo'lganligi haqidagi aqidani kuchaytirish leksiyasi. Loşun mundaq degan. Chivin har qancha xislatlari bo'lsa, u baribir chivin degan. Jangchi har qancha ko'p illatlari bo'lsa, u baribir jangchi degan. Bugungi kunda Uyg'urlarning jangchisi kim o deganda bizningki ma'naviy safoyimizni, nurg'un ishlarimizning amalga oshishini birlamchi kuch bilan ta'minlaydigan yoki kelajagimizning egillari bo'lgan avlodlarimizni tarbiyalaydigan birdan-bir tayanuvchilarimiz o'qituvchilar. Demek bular bizning jangchilarimiz. Bularning vujudida mayli qanday illat bo'lishidan qat'iy nazar u baribir jangchi. Uning illatlari, uning xislatlari va tuhfasi oldida to'yin turdi. Ammo illat ovib kes qanday bo'ldi deganda, illat ovib kessa shu kishining o'zini emas, bir butun sistemni oqibatda bir butun millatni vayron qilishdan sirt jamiyat xarakterli bir ijtimoiy ofat paydo qildi. Şuna mesele görülgen vaqtda sözlemeslek, ta'kidlemeslek, agah olmaslıkның özü bexutluqni alandı. Hazır Ürümçideki çoğun şehirlerden tatip, Şimali Şinjan, Janubi Şinjan'daki en chet yizi qishloqlarninki maktablari kadar görülüvatkan en çoğun krizis ma'rifimizdeki. Ma'rif qo'ygan aqidaning to'yilib ketish krizisi. Sharoit yaxshimi desa sharoit yaxshi. Maaşını vaqtida ala olamdi desa vaqtida ala oladi. Turmushininki iqtisodiy turmushning sifati o'sdi. Sharoitlarimiz yaxshilandi o'qitishga. Ammo eng og'ir masala shu ma'rifdagi aqida krizisi masalasi. Biz mushundaq nihoyat cho'ng bir krizis duch kelgan bo'lsak, mushu jihatda sagak bo'lmasak, buni muloyiz vaqt nima bo'lamiz deganda biz bir bexud ham gallan millatga aylanib qolamiz. O'zining ijtimoiy illatlariga nisbatan, o'zining kelajakdagi taqdiriga nisbatan ijtimoiy oqibati yaxshi bo'lmaydigan ba'zi ifodalarni ko'rgan vaqtda uningga ko'ngil bilmaslik, shuni tugutishning ko'yda bo'lmaslikning o'zi nihoyat cho'ng xatarlik bir xil ro'yobet. Bu tushkunlashgan ham gallonlashgan jamiyatda bo'lgan ifoda. O'zini yangilab turadigan jamiyat, takammullashgan jamiyat qanday bo'ldi deganda o'zidagi barliq illatlarga nisbatan shunday sezgir turdi. Buni sizlar Sovet İttifaqı davrida O'rta Osiyoda taqalgan bir latifa ekan, shuningdek his qilsanglar bo'ldi. Yahudilar badanining ma'lum bir yerda ozroq normalsizlik ko'rilsa, darhol doktorxonaga bordi ekan. Ruslar og'irg'andili bordi ekan. O'zbeklar, qozoqlar, qirg'izlar ular holat ketib, endi bo'lmadi, endi men doktorga bormasam o'rnimdan turolmadim deganda bordi ekan. Demak, biz Qozoq, Qirg'iz, O'zbeklar bilan qarindoshlik. Bizdimi ashlarda bor illat, bexutlik, gallonlik o'xshashlar bor. Bizdimi ular holatga yetgan vaqt anadagi o'yg'indigan shunday bir milliy psixikaga ega. Ham biz bu milliy psixikaga ega deb qo'yib buni qonunlashtirib olsak, mutlaqlashtirib olsak bo'lmaydi. Buni tunigan ekanmiz, mushu jihatdagi ojizligimizni hal qilishning, buni tugutishning yoki tuzitishning yo'liga kirsak bo'ldi. Şuna milliy ma'rifimizni ko'rib olgan aqida krizisi bizning ma'rifimizning intayin yomon ijtimoiy oqibatga duchor qiladi. O'zimizni ko'rilayotgan mushu aqida krizisini hal qilishninki yo'liga va ko'yiga kirmasak, kelgusida kimni qurbon beramiz deganda avlodlarni qurbon beramiz. Siz o'zingizning bolasini millatninki umum bolasi bilan bir mavqega ekilib turib tafakkur qila olsangiz, bu masalaning tugunini ishlalaysiz. O'zining bolasini yaxshi ko'rmaydigan odam bo'lmaydi. O'zining bolasini yaxshi ko'rish hammadan qo'ldan keldi. Boshqalarning bolasini yaxshi ko'rish ma'rifchilarning qo'ldan keldi. O'zining bolasini yaxshi ko'rish maqtanig'idek, hayron qolg'idek, havas qilg'idek ish emas. To'xtoshqandan tortib, jilanchayarlargacha ashlam o'zining bolasini yaxshi ko'rdi. Shunga men o'zimning bolasini yaxshi ko'rmay, voy tatliq bolam oq ko'k deb ketsangiz, bu normal ish, ammo bunida maqtanig'idek hech qanday xayr yo'q. Siz bir ma'rifchi bo'lsangiz, cho'qim boshqalarning bolasini o'zingizning bolasining taqdiri ko'ngil bilganda ko'ngil bilib yaxshi ko'ra olsangiz, anandan sizdagi ma'rif aqidasi uyg'onda deb aytish bo'ladi. Hozircha deganda shaxsiyatchilik kuchayib ketdi. Har kim o'zining oilasiga ko'ngil bildi. O'zining bolalariga ko'ngil bildi.
men bu o'g'limga kimning qizini olib beraman, men bu qizimni kimning o'g'liga beraman degan mandaq bir hisob kitobni hech kim xayoliga keltirmaydi. Shu vaqtda albatta kishilar o'zaro uchrashib qoladi. Siz ko'ngil bilmagan bola sizga kuyov bo'lib qoldi. Siz ko'ngil bilmagan qiz sizga kelin bo'lib qoldi. Ana shu vaqtda sizga sapasiz bir kelin, sapasiz bir kuyov kirsa, andan keyin bu ma'rifga aqidasizlikninki dadin shu vaqt tatisiz. Shuna har qanday ahvolda biz boshqalarning bolasini o'zimizning bolasi deydigan bir ongni turg'izishimiz kerak. Odamni asos qilishninki birinchi qadami bolalarni o'zining bolasida ko'rishdan boshlanadi. Bundan 100 yillar ilgari Amerikaningki John Dewey deydigan bir mutafakkiri Demokratizm va ma'rif deydigan bir kitob yozgan. Ash kitobda u qanday bir ko'z qarashni o'tirib qo'ygan deganda bir madaniy jamiyatning eng ro'shan ifodasi nima desa, avlodlarga ko'ngil bilish ifodalandi degan. Bir jamiyatni madaniyatlik deb aytishga bo'ladigan jamiyatni nimaga asosan belgilaymiz deganda, uningda mashinalarningki markasining esilligini yoki ayollarining nur kiyganligini o'lchamaydigan. Shu jamiyat avlodlariga yetarli ko'ngil bilalasa madaniy jamiyat bo'ldi, bo'lmasa madaniyatsiz jamiyat bo'ldi degan. Jungo jamiyatida avlodlarga ko'ngil bilish to'lim yetarsiz. Balalarga ko'ngil bilish eng bekto'yan jungoliklarning. Uyg'urlarning texmi tugan. Bizningki idoraning keyinda bir Xanzu maktab bor. U maktabda u rayon Uyg'urlar ko'proq o'ltirishgan rayon bo'lg'achqa balasini Xanzu maktabda o'qitadigan ota-onalar bor. Shular bilan bu maktabdagi Xanzu o'quvchilarga Uyg'ur o'quvchilarning nisbati asosan degidek teng. Men ko'p ballar shu maktabning oldida o'tib qolaman. Bir kuni maktabning oldidan o'tib o'tgan vaqtimda kelsam ikki o'qituvchi tanıtat matrab turibdi, yana ikkisi atrab turibdi. O'quvchilarni darvozadan chiqib bexatar yo'lga chiqib piyoda o'tayotgan kishilarni to'sib turibdi. Men borgandan keyin chiptada to'xtadim, kuzatib turdim. Endi jipning o'tiribdimi bir to'p odam bor, matribdimi bir to'p odam bor. Yo'ldan dukur qilib bolalar o'tyotdi. Men hech qanday bir g'ayrilik ko'rilmadi, ammo udilimdagi biraylan oxir chidab turolmadi. Yashi 30larda bor bir bola ekan. Bu bolalar avliyomati deblatlik jipning tagidan bo'ynin siliblig'idan to'ngizdek ma'lum o'tib ketdi. Bu qanday aqida deganda, u avliyomati degan gapining o'zi har qanday bir so'z muayyan madaniyat oq ko'rinish kelgan. İnsanlarda bo'lsin, sizlar birlari bilan yoki bir to'p odamlar bilan mayli to'yda, mayli avtobusda, mayli ishxonada, mayli qator joyda bo'linglar, paranglashgan vaqtlarda odamlarning qaysi so'zni ko'p ishlatganligi, qaysi temaga bekrak ko'ngil bo'layotganligi, mushunga asosan odamningki ro'yi holatini, tarbiyalanish alohidligini, qiziqish xohishini bilgan bo'ldi. Ba'zida to'xtamay unvonning gapini qilgan odamlar. Unvonning gapini qildi. Ba'zida pulning gapini qildi. Ba'zida kiyim-kechakning gapini qildi. Ba'zida yumorning gapini qildi. Ba'zida mushu naqsh qo'shoqning gapini qilgan odamlar. Demak, u ashuningki o'zining ma'naviy tuzilishini ashar namoyon qiladi, o'zininki so'zidagi qaysi so'z, qaysi iboralarni ko'p qilish orqali. Endi bola ayada bular avliyomati, bola degan avliyomati deb o'tgan vaqtida uning avliyomati degan gapi bizga bir uchurni yetkazdi. U qanday uchur deganda, bizning tariximizda shu mazoi mashayixlarga, pir avliyolarga cho'qinishda bir xatolik 600-700 yil davom qilgan. Sayyida xalqini gumron qilgan aqidimi dal shu. Uningdan keyin oqtog'li xo'jalar, qoratog'li xo'jalar degan bu xo'jalarning ko'rishimi shu avliyo murshidlarningki, xo'ja insholarningki ko'rish. Sizningki jamiyatingizga mushundaq bir xato ideya 5-600 yillab hukmronlik qilsa, sizning so'z iboralaringiz ashunday narsa kirib ketadi. Shuningdek, bolaning o'zi hozir bir ishonni, bir pirni, bir avliyoni ko'rib boqqani yo'q. Ammo uning qinida, u cho'ng'o'gan muhitda ham ota-onasidan kelgan ashundaq bir udum bor. U nima deganda, avliyoni cho'ng bilish, so'pi insholarni cho'ng bilish. Şun balalarni faqat cho'ng bilgisi yo'q uning. Bular avliyomit deydi. Bu uningki nadonligimi yoki ilg'orligimi deganda tipik nadonlik. Biz boya John Deweyning gapini dedik. Balalarga ko'ngil bildigan jamiyat, madaniy jamiyat, madaniylikning eng zo'r ifodasi ana shu deb. Unda qolganda biz dal mana mushu nuqtani bizning ma'rif aqidamizni to'g'rilaydigan birdan-bir ko'rsatkich yoki bo'sish ag'izi deb tanlashimiz kerak. Bizningki o'qituvchilarimizda tayyor, hozirlashga tegishli ma'rif aqidasining birinchi qadami
mening balam xalqning balasi o'xshashda mening balam deydi. Yoki o'zining balasini yaxshi ko'radigan odam hammadamga o'rtaq xususiyat edi-ku. Hammadam o'zining balasini yaxshi ko'radi. Ammo boshqalarning balasini yaxshi ko'rish bu ma'rifchining xislati edi. Shunga bir ma'rifchiga aylanish undan oson ish emas. Odatda bizningki hozir o'qituvchilar qo'shini bek zo'r qo'shin, bek keng qo'shin. Bu qo'shin deganda 200 mingdan ortiq Uyg'ur o'qituvchi bor Shinjongda, mening bilishimcha. Bu 200 mingdak Uyg'ur o'qituvchi, shu asos ma'rifda. Bu salchaqlaydigan qo'shin emas. Buningdan agar bu qo'shin o'zining rolini unumli joriy qildira olsa, bizningki avlodlarimizning sifat va safosida odamni hayron qildig'idek o'zgarish barliq keldi. Ammo o'sha qo'shinning o'zining sifat safosi zot qanchalik? Gap mana o'shada. Odatda o'quvchilarni mening balam deyiladigan yoki o'quvchilarni odamni asos qilish nuqtasidan, avlodlarga ko'ngil bo'lish nuqtasidan tarbiyalamaydigan bir o'qituvchi har qancha bilimli bo'lsa, uning ish unumi shunday to'yon bo'ldi. Siz darsxonaga kirib, dars munbirda o'zingizning kasbiy qobiliyatingizni har qancha namoyon qilsangiz-mi, qalbingizda avlodlarni so'ydigan, bolalarni so'ydigan bir muhabbat kam bo'lsa, ish unumingiz ko'ngildagidek natija bermaydi. Ammo muhabbatli bo'lib, qobiliyat, iqtidor bo'lmasa, yana bu muhabbatmi kuchga aylanmaydi. Shunga o'qituvchida bir pedagogda bo'lishga tegishli eng muhim sifat uningki avlodlarni suyishdagi muhabbati bilan ularni tarbiyalashdagi yuksak qobiliyatining berkishlik ifodalandi. Shu avlodlarni tarbiyalashdagi yuksak qobiliyat, ya'ni kasbiy qobiliyat bilan ularni suyishdak, shunday bir ulug'vor hissiyot ashlarning qalbida birlashmasa, bu muallimdan mangu pedagog chiqmaydi. Bizning maktablarimizda kasbiy qobiliyat yaxshi muallimlar haqiqatan bor. Ular xili bor. Layoqatsizlarmi xili bor. Ammo bizni eng afsuslantirdig'ini avlodlarni suyish jihatga o'zini beg'ishlash xarakterli muallimlarningki intayin kamchilligi. Bunday muallimlarni biz 10% atrofidan tasavvur qila olmaymiz. Butkul Shinjongninki Abnum rayonimizning milliy ma'rifida, shu Uyg'ur ma'rifida. O'zini beg'ishlash ro'yidagi avlodlarni suyish tipidagi shunday muallimlar 10% chiqamdi desa, uningga ishonch bilan bir nima degan bo'lmaydi. Chunki Abnum rayonining har qaysi tarmoqlaridagi, har qaysi joylardagi o'qituvchilar bilan biz ko'p paranglashib turamiz. Ular bilan paranglashgan vaqtda ularning qiziqishi, so'z iboralari, harakati, havaslari bular bizni nurg'un uchurlar bilan ta'minlaydi. Mush uchurlardan biz nimaga erishamiz deganda, ularningki ma'rif aqidasining allburun mo'gdab qolganligini his qila olamiz. Uxlab qolgan ma'rif aqidasi. Ular ma'lum kasbiy qobiliyatga ega bo'lgan bilan o'qitishga nisbatan muayyan qiziqchilik bo'lgan bilan pedagoglar xos bir xil sifat safodan xililjiroq. Biz bir nuqtani eslab qo'yishimiz kerak. Buningdan 80 yillar ilgari Mamtil apandi 3,5 yil maktab ma'rifi bilan shug'ullangan. 33 yoshdan tortib 37 yoshgacha 3,5 yil maktab ma'rifi bilan shug'ullangan. 3,5 yil ma'rifchi bo'lgan odam bugungi kunda bizning o'qituvchilarimizning nazarida, jamiyatdagi kishilarning nazarida qanday odam desa, ma'rifchi desa, birinchi bo'lib odamning ko'z oldiga keladigan bir munavvar ulguga aylandi. O Uyg'ur yangi ma'rif harakatining bir mashhiliga aylandi. O odamdagi umumiy xislat nimada? O'sha odamdagi umumiy bilim. Masalan, kasbiy qobiliyatdagi umumiy bilim shu qadar yuqorimida. Hozirgi bizning o'qituvchilarimizda shu Mamtil apandida bu bilim qurilmasi yo'qmi deganda mumkin emas. Mamtil apandin nech qatli turgan bilim qurilmasiga ega o'qituvchilar bizningki ma'rif sohamizda bor. Ammo Mamtil apandiga o'xshash dit bilan ham uningga o'xshash ulug'vor g'oya bilan o'zini beg'ishlaydigan o'qituvchilar kim bo'lyapti hozir? Eng cho'ng narsa mana shu. Mamtil apandi 34-yil kuzdagi bir qatimliq ommaviy yig'ilishda shu vaqtdagi ma'rifni xohlamaydigan eksiyatchi hukumatni nazarda tutib turib nima deganda omini bir kuni 10 pullik qo'g'ishini o'q mening jinimni oladi, men shu kunni kutaman degan. Men omini o'ldirilganligini bilsam, ammo bir kun yashasam, bir kun shu bolalarni tarbiyalash, millatni nodonlikdan qutuldirish harakati bilan faoliyati bilan shug'ullanaman degan.
u o'zininki oqibatining nega bordiganligini bilamdi deganda biladi. U shundoq bilib turib, nima uchun o'zini o't qo'radi deganda ma'rif aqidasi degan shundoq narsa. Endi bu Mamtil apandan haqiqatan 3,5 yildan keyin maktab hayotini ma'rifchilik bilan shug'ullanib 3,5 yildan keyin aksiyatchi hukumat o't ko'ydirib o'ltiradi. Endi hozir bizning muallimlarimiz ma'rifga o'zini bag'ishlasa o'ltirilamdi yoki maydasi gul taqiladi. Albatta uning unvoni o'sidi, maydasiga gul taqiladi. Uning obro'yi inoat oshidi, tashviqot faoliyatlarida uning ish izlari tashviq qilindi. Demak, davr o'zgardi. Ma'rifchilar bo'lgan sharoitmi o'zgardi. Hayotingizni xavf kuchirtiradigan emas, sizning obrazingizni, nom sharifingizni ko'taradigan mushundaq muhit shakllandi. Bu jamiyat davr o'zgargan turliq biz nima uchun o'zimiz mushundaq bir xil yaxshi imkoniyat ostida o'zimizningki qalbidagi nayt ulug'vor orzularimizni amalga oshirishga jonimizning boricha fidokorlik ko'rsatmaymiz. Demak, bizning ma'rif aqidamizning sustab ketganligini mushundan ko'rib olgan bo'ldi. Bizning ma'rif aqidamiz haqiqatan sustab ketdi. Har kimda o'zini bag'ishlaydigan bir ruh bo'lsa, bahramand bo'lishni emas, bag'ishlashni istaydigan bir ruh bo'lsa, u vaqtda bizning ma'rifimizning hayotiy kuchi kishini suyundiradigan, ma'rifimizning sifati kishilarni hayron qoldiradigan bir yuksalishga yetgan bo'ladi. Hozir dal biz mushu jihatda kishini endişeге салдыган bir milliy krizisga duch keldik. O'qituvchilar maktabning darvozasidan lag'aylab kirib chiqib shu usulda o'qituvchi bo'lavermaydi. Darsxonaga chiqib, bolalarni muayyan dars o'tib qo'yib, bir soatni to'shqasildan o'qituvchi bo'lavermaydi. O'qituvchilar odatda bek muntazam bo'lmagan ko'z qarash yoki prinsip bo'yicha qancha bo'lindi deganda bizningki nazarimizda faqat ikki xil bo'lindi. Biri o'qituvchilik kasbini jon boqishninki vositasiga yoki qurolga aylantirib olgan fursatparast jonbaq o'qituvchilar. Bular qanday o'qituvchilar deganda maoshchi tipidagi o'qituvchilar. Yana birisi maktabni o'zining qimmatini amalga oshiradigan, xalqqa, jamiyatga, millatga xizmat qilishning bir muhim fursati bu deb biladigan. Munbarni o'zining hayotini ma'nilik o'tkazadigan bir sahna deb biladigan mandaq o'qituvchilar. Bular haqiqiy ma'rifchi tipidagi o'qituvchilar. Shunga maktabningki darvozasidan kirganlarning hammasini biz o'qituvchi demaymiz. Ularning ichida atalmish o'qituvchilar bor. Shunga siz ma'rifchi tipidagi o'qituvchimi yoki maoshchi tipidagi o'qituvchimi, buni har bir o'qituvchi o'ziga savol qo'yib, o'zining amaliyati va ro'yi tuzilishi, ya'ni o ma'naviy tuzilishi bo'yicha o'ziga bir diagnoz qo'yib chiqishga tegishli. Har qanday bir o'zgarish, har qanday bir yangilash odamning o'zini o'zgartirishdan va o'zini yangilashdan boshlanadi. Hozir bizning muallimlarimizda o'zini yangilash, o'zini o'zgartirish xarakterli urinish nayt kamchil. Hamma narsani boshqalardan kutadi yoki o'zini boshqalarningki o'lcham bo'yicha o'lchaydi. Siz bir muallim degan mandaq bo'lish kerak desangiz, men unchalar kuchab nima qiladim, boshqalar qanday bo'lsa men shu deydi. Demak, o'zingizningki qadr-qimmatini boshqalarningki tarozisi o'lchaydigan bu xil holat nimadan darak berdi deganda, bo'shanlikdan darak berdi. Tushkunlikdan darak berdi. Odam al-qatori yurishga shu qatordan qolmayli o'ssam bo'ldi. Har qanchalik qilsam, men shunchalik kuchsam, shunchalik o'zimni bag'ishlasam, shunchalik kuch qolsam bo'ldi degan ko'z qarash bu g'oyasiz yoki aqidasiz odamlarning gapi. G'oyasi namrat odamlar mushundaq dasmini cho'ng bilib yashayverdi. Mening boshqalar bilan karim yo'q. Men boshqalar tushkunmi, o'zini bag'ishlash ro'yiga egami, ular o'ginimda bo'z o'ginisi yaxshi. Ammo men o'zimga qattiq talab qo'yishim kerak. Men bo'lishim kerak deydigan mushundaq bir ideyani har qanday odam o'ziga bayroq qilib tiklay olsa, o'zining o'zlik engini ash nuqtada o'yg'ita olsa, bundaq odamningki o'zgarishi ham keyin kunlarda alohida natijani qo'lga keltirishi muqarrar. Yana dunyoda tirishchanlik deydigan bir xislat bor. Tirishchanlikdan iborat mushu xislat bo'lsa sizda oldingizga qarab, nishoningizni to'g'rilab bir iz bo'yicha, bir aqida bo'yicha taymay mengayversangiz tirishchanligingizni amalga oshirib. Oxir hisobda shu tirishchanlikdan bir kollektivning, bir qo'shinning tirishchanligidan qanday ijtimoiy oqibat kelib chiqadi desa,
siz biz hayron qolgudek ijtimoiy oqibat kelib chiqadi. Dunyoda tirishchan millatlar sifatida yaponiyaliklarni, germaniyaliklarni, yahudilarni haqida misol oladi. Yaponiyaliklar buningdan 140 yil ilgari dunyodagi shu qadar kuchga ega yetakchi millatlarning qatorida bo'lmadi desa unda emas. 11 sharqning galvon millatidir. Yevropaliklar kelib ularni bo'zaq qilgan, qaymoq to'g'an, hatto yevropaliklar kelib ashlarninki qirg'oqlarda, Yaponiyaning qirg'oqlariga kelgan vaqtda ularninki qop-qora kiyimlariga qarab hayron bo'lib ketgan. Ular bilan paranglashishdan qo'rqib ketgan. Ularninki kiyinish to'riqlariga qarab shunda g'alitlik his qilib ketgan bir nodon odamning qiyofatini to'liq oshkorlab ketgan. Demak, 140 yildan buyongi Yaponiya nim bo'ldi deganda, bugungi kunda cho'ng fan texnik davlatga aylandi. Cho'ng iqtisodiy davlatga aylandi. Hozir o dunyodagi nihoyat kuchli bir davlatlarning birisi. Endi u agar aqlli bo'lsa, ular yaponiyalik bo'lib yaralgandan buyongi necha ming yillar mobaynida aqlli bo'lsa bo'ladi. Amaliyotda aqlmi muhim, eng muhim narsa tirishchanlik. Bir millat, bir qo'shin o'zining tirishchanligini odatga aylantira olsa, to'xtamay tirishadigan bir odatni amalga o'zining odatiga aylantirib ketsa, uzoq bo'lmagan kelgusida bu jamiyat, bu millatning qiyofatida odamni hayron qoldiradigan o'zgarish borliq keldi. Biz o'qituvchilarni boya jangchi dedik. Butkul g'oyamiz, orzuyimiz ham kelajagimizni amalga oshiradigan eng ishonchli jangchilar mush o'qituvchilar dedik. O jamiyatdagi boshqa tarmoqlarning odamlarga tushkunlashib qala darajaga yetdi. Ammo o'qituvchilarning bu tushkunlik kesilini biz zo'r darajada bor edi. O'qituvchilardagi tushkunlik kesili albatta udul berib avlodlarga ziyon keltirdi. Bir jamiyatda barliq soha, barliq tarmoqlarning odamlari tushkunlashib ketsa, o'yin qilib bo'lib ketsa-mi, ularning ma'rifchilari tushkunlashmasi kerakdi. Biz hozir dal shu o'qituvchilarmi tushkunlashib ketgan bir reallikni ko'ryapmiz. O'qituvchilarimizda bir xil o'zini tashlab o'tish. Mandaqcha aytganda bir turmushdagi eng aqlli iste'molchiga aylanib ketdi nurg'un o'qituvchilar. O'qituvchilarningki ko'pincha qanday g'oyalar bor desa, u yezliq o'qituvchi bo'lsa, shahardan bir o'zatib olsam, bir mashinam bo'lsa, deydigan mushundaq narsalar uning hayotidagi eng ulug'vor baxt ko'rsatkichiga yoki eng cho'ng xususiy g'oyasiga aylanib bo'ldi. Shuning bilan bu shahardan o'zatib olish yoki shaharda uy bo'lsa, bir o'yni ishga aylantirish, mashinasining markasi odatdagi bo'lsa, uni oliy markalik mashinaga aylantirish, qora nurkisi bo'lsa, uni yana bir sog'ish nurkiga aylantirish degandek mushundaq orzular bilan turmushdagi bir iste'molchiga aylanib, mayli erlar bo'lsin, mayli ayollar bo'lsin, umuman bir iste'mol talvalarga aylanib ketdi. Buni bir odamning tushkunlashganligininki ifodalariga kirdi olmishlar. Yana bir sicho deganda telefon sarig'iga aylanib ketdi. Bizningki o'qituvchilar, biz endi o'qituvchilarga so'zlayotgan leksiya bo'lgandan keyin o'quvchilardan bor, boshqa sohalardan bor, biz buguncha ular bilan karimiz yo'q. Bugungi leksiyaning obyekti o'qituvchilar bo'lgankan, o'qituvchilarda ko'rilayotgan mushu xilma-xil o'qituvchilik obraziga mos kelmaydigan ba'zi benormal ifodalarni va kasalliklarni demasak bo'lmaydi. Hozir yana bir kishini endishiga soladigan saranglik telefon sarangligi. Telefon deganning yangi chiqib bo'lg'uchi almashtirishni, telefon orqali maqtanishni, telefonning iqtidorini vatavariga chiqayotgandek o'rganish, uni qarish taraf bilan aloqalashishninki, qatochayda qonmagan xumorini telefon orqali qondirishninki usullari degan hozir bek avjab ketdi. Mushlar nimadan bo'ldi deganda, amaliyotda odamlarning ma'naviyat kuchakligidan bo'ldi. Ro'yi dunyoda qup-quruq bo'lgandan keyin ashini qanday qilganda ma'naviy dunyoga ozroq bo'lsin tasalli va xushallik topaman deb, xushallik topadiq boshqa manbani topolmay telefon sarangligi orqali xushallik topayotgan gap. Uningga bir yumor, buningga bir surat, buningga bir uchur yo'llab qo'yib, mush orqali o'zining ma'naviy jihatdagi ocharchiligini hal qilish qo'rindi. Ma'rifchilar uchun aytganda ma'naviy jihatdagi qaychilik kislik giribtor bo'lish degan bir qo'rqinchli ish bu. O'qituvchilar degan boshqalarni tarbiyalaydigan, o'zida muayyan g'oyasi bor, bilim qurilmasi bor, intayin sog'lom bo'lgan havaslari bor, shunday odam bo'lish kerak. Bu o'qituvchilarda hozir sog'lom havas emas, sog'lom bo'lmagan havaslar bularning vujudini qoplab ketdi. Shundaq vujudini sog'lom bo'lmagan havaslar qoplab ketgan o'qituvchiga biz o'zimizning bolalarini
Hammamizning bolasi o'zimiz uchun ham yurak parimiz. Aşındaq o'zingiz yaxshi ko'rgan dunyodagi eng qimmatli bolangizni bir o'yin qilib, aşındaq iste'mol saranga, telefon saranga bir muallimga avatib berishga qanday ko'nglingiz unaydi. Ammo uni avatib bermay qanday qilasiz? Cho'qim avatib berasiz. Chunki uningdan boshqa tanlashimiz yo'q bizning, boshqa maktabimiz yo'q. Shunga biz bolalarimizni yanına aşındaq ma'rifatga, sifatsiz o'qituvchilarning qo'liga berishga majbur bo'lyapmiz. Shuni bilib turib, onu bilsangizmi, bilmasangizmi bermay amalınız yo'q hozir. Shunga biz bu gaplarni nima ish qilamiz deganda, o'qituvchilarningki ma'naviy tuzilmasida muayyan bir o'zgarish, uyg'unish, sagash degandek narsalarni shakllantira olsak, avlodlarimizning kelajagiga nisbatan foydalimikin degan orzuda qilyapmiz. O'qituvchilarni tanqidlash hargizmi ularningki zitiga tegish, ularni cho'kirish muddasiga narsa emas. Bu bir ulug'vor arzuni ko'ngliga bitgan odamlarningki kelajak haqidagi andishasi kuchaygan vaqtda bo'ladigan ro'yxat. Intayin nachar bo'lgan bir ijtimoiy oqibat bizni kutib turayotganda, buni aqlingiz bilan, zehningiz bilan ko'rib yetgan ahvolda, hozirgi holatning bizni nimaga olib borganligini ko'rib yetgan ahvolda biz yana sukut qilsak, jim tursak bo'lmaydi. Shunga bizning uyg'undigan ma'rifda bir xil aqida inqilobi olib borgan bir vaqtimiz keldi. O nima inqilob deganda shu ma'rifga bo'lgan aqidamizni qaytadan kuchaytirgan. Men ko'p yerda leksiya so'zlasam, o'qituvchilar bilan paranglashib qolsam, oxirisida savol javob qilamiz yoki leksiya tugagandan keyin ba'zilar mening bir savolim bor deb talog'i chiqib so'raydi. Birinchi bo'lib so'raydigan savoli nima desa, siz qo'shtilliq ma'rif qanday qaraysiz? Qarasangiz bu bizning muallimlar mush ona tiliga nisbatan shunday muhabbati bordek, shunday suydigandek, ona til desa jinni berdigandek ko'rindi. Amaliyot rasmo desa men ishonmayman. Unda emas. Sizning o qo'shtilliq ma'rif qanday qaraysiz deb so'rab qo'yganligingiz sizningki ona tiliga nisbatan nayt sezgur muomala qilayotganligingizdan darak bermaydi. Bu yerda undaq savol deganlarning keynida qanday ro'y holat borligini biz bilamiz onu. To'la tekshirib, to'la paranglashib o'qib qo'ygan. Amaliyotda shu o'qituvchininki o'zini yoki mo'shada o'tiribsizlar bir zal o'qituvchilar, mo'shadagi o'qituvchilarning bir savol orqaliqligidan sizlarningki ona til aqidanglarning qanchalik ko'rib olgan bo'ladigan bir amaliyotni isbotlab beramiz. Ona til bizningki gazetlarimiz, radio televizorlarimiz, jurnallarimiz va kitoblarimiz orqali cemiyetlashadigan narsa u. Hozir bizda bir necha nashriyat bor. Bejondan bor, Urumchidan bor, Qashqardan bor. Har qaysi joylarda nurg'un kitob, jurnallar bor. Turli sohalar bo'yicha, mayli fan texnikaga oid, mayli adabiyot san'atga oid, mayli madaniyatga, mayli ma'rifga oid. Shanxo kitobxonalari Abdum rayonimizning hamma yerida bor. Hozir o'qituvchilarningki o'ttirchi maoshini 3 ming yuan deb faraz qilsak, bir o'qituvchi bir yilda 35 ming yuandan 40 ming yuangacha maosh oladi. Odatda bir normal musulmon 40 yuan pul olsa bir ko'yni zakatga berar ekan. Siz bir milliy o'qituvchi bo'lish sifatingizdan 40 ming yuandan keyin 1000 yuanligiga kitob ola oldingiz bir yilda. Masalan, ona tilingizni shunday yaxshi ko'rdi ekansiz. Sizning ona tilingizni men dedim, shu matbuotlar orqali jamiyatlashtirdi dedik. Siz bir jurnalga mushtir bo'lmasangiz, bir kitobni sotib olmasangiz, bir gazetni o'qimasangiz, oxiri berib o gazetni o'qiydigan, o kitobni ko'radigan mushtari qolmasa, o nashriyatning mo faoliyati to'xtaydi, o gazetning mo ovozi o'chadi, o radio televizorlarmi yepilib qoladi. Chunki uni ko'radigan odam bo'lmagandan keyin o tildagi funksiya to'xtaydi. Demek şunu rivojlantirib turadigan kim o deganda bizning iste'molimiz. Bizning shunga ehtiyojimiz. Partiyaga a'zo bo'lgan odammi shu partiyaning hurmati va hayot uchun muayyan darajada partiya badal pul to'laydi. Siz bir millatning a'zosi bo'lgan ekansiz, uning ustiga bir millatning munavvar qatlam bo'lgan ziyolilar qo'shinining odam bo'lgan ekansiz, o'zingizning ona tili uchun bir yilda 1000 yuan xarjlab qo'ysangiz, bu shuning o'zi shunda eg'irishmi? Acaba savol so'rangiz qo'shtilliq ma'rif tilida tushsiz, tilimiz qanday bo'lib ketadi deb so'rab qo'ysizlar. Buning qarasa ona tilga bo'lgan muhabbati, mas'uliyati bek uyg'ongandek his qilindi. Amaliyat turmush amaliyati shu deganda uning aqidasi konkretlashmagan. Uning ona tilga bo'lgan aqidasi konkretlashsa, o giz jurnallarga oyanmay mushtir bo'ldi.
Her yılı az olganda 1000 yıllık kitap, jurnal, gezi satılışını özününki akıllı bir muallimlik ve milli burcu kılıp bilaleydi o. Ama bu şeyde menimce 10% çıkmaydı. Şuna bizimki ana tilimiz qanday bo'lib ketadi? Qo'sh tillik ma'rif yo'l qo'yilsa, eg'ish ko'rilsa, to'g'ri ilib bo'lmay eg'ish ko'rilsa, bir til bek taraqqi ketib, yana bir tilning o'rni to'vallab ketadimi degan indishlarni so'rashga axloq va vijdon jihatdan tag'i bizimki salohiyatimiz haqiqatan to'shmaydi. Onunğa so'zligidek, shu savolni qo'ygidek ma'naviy salohiyat va safa bizda hozirlanmadi. Onu mu xudilg'im, teshliqmi degandek moda narsa o'qish o'rindili deydigan bo'lib oldik. Undaq oddiy qilsak bo'lmaydi. Har qanday narsa aqidaga aylanmasa kuchga aylanmaydi. Aqidaga aylangan vaqtda andan keyin kuchga aylanadi. Shunga biz o'qituvchilarningki aqidasi uning psixologiyalik nuqtadan aytganda uning muddasi, uning harakatininki harakatlantirgich birdan-bir energiyasi va kuchi degan vaqtimizda mush aqidani nazarda tutdik. Demek aqidiniz qanday bo'lganda shakllanadi, qanday bo'lganda kuchga aylanadi degan narsa bu og'zingizdagi biror savol yoki bo'lmasa bunda qaynab qo'yish, taxlaga egish, so'zlab qo'yish bilan bo'lgan narsa emas. O'zining ona tilini yaxshi ko'rish qonun tarafidan cheklanmaydi. Qonun tarafidan cheklanmaganning ustiga u jamiyat tarafidan tag'i himoya ostida qilindi. Masalan, tilni to'g'ri so'zlash, imloni to'g'ri yozish, viskalarni. Bolalarga ana tilda to'g'ri so'zlashni o'rgatish degan narsa u bizning qonunimizda, madaniyatimizda rag'batlantirilgan narsa. O rag'batlantirilgan ekan, biz shu rag'batlantirilayotgan qonun va siyosat doirasida himoyaga ilinayotgan mush ishni qanchalik qila oldik? Onunğa faqat kuchab qo'ymaydigan, u jihatdagi imkoniyatdan to'liq foydalanmay, onunğa ma'lum darajada badal to'laydigan ongni shakllantirmay, biror o'rganib olgan savol o'lanligini o'zimizni qaltischaglab, u ishninki ko'ngil bilgisiga yoki bo'lmasa shu ishninki indish qilg'isiga aylanaverish degan bu bir yangsonlik bu. Shunda bir odamlar va endi jamiyatda eqib tushgan gaplarga yaqin turib shuni paramini qilib ketaveradigan. U qaysi so'rin qilsa shu yerning pardasi so'zlab qilib ketaverdi u. Bu aqidasiz, jambaqda, yaxshichaq, haramzoda odamlarning turmush shakli. Har qanday sohaning odamlari aldamchi, kazzab yoki arang-sarang bo'lsa bo'ladiki, ma'rifchilarda tili bilan dil birdek bo'lmaydigan arang-sarangni ko'rilsa qat'iy bo'lmaydi. O'qituvchi degan nima deganda, o'qituvchi degan u bo'sh narsa emas. O'qituvchilar o'quvchilarning qalbida deydi. Jamiyatning o'lchimi deydi. O'quvchilar qanday o'ylaydi ekan desa, butkul jamiyatning o'lchimi, ashuni o'lchaydigan o'lcham o'qituvchim deydi ekan. O'qituvchi orqali jamiyatga nazar soldi ekan. İnsanlarning ulgusi deb qaraydi ekan. Axloq jihatdagi ma'bud deb qaraydi ekan. Demak, biz avlodlarning nazarida kim o deganda jamiyatning o'lchimi kimmiz? İnsaniyatning ulgusi kimmiz? Ham axloq jihatdagi ma'bud kimmiz? Bizning avlodlarimiz o'qituvchilarni ashunda ko'rdi ekan. Ular xato ko'ryapti deganda xato emas, haqiqatan ashunda ko'rdi. Ularningki sodda ham sabiy qalbi o'qituvchilarga nisbatan o'qituvchim hammani biladi, o'qituvchim eng to'g'ri gap qiladi, to'g'ri ish qiladi, uning hamma narsasi menga ulgu bo'la oladi deb qaraydi. O'zininki o'qituvchisini jamiyatning o'lchimi deb qarash, axloqning ma'budisi deb qarash, yoki bo'lmasa insoniyatning ulgusi deb qarash, bu bizga berilgan mukofotmi yoki jazomi? Albatta o'qituvchilik ulug' ish deymiz biz. O'qituvchilik kasbi ulug'. Ammo har bir o'qituvchining o'zining ulug' bo'lishini atayin. Shunga o'qituvchilik kasbini hech kim kamsindirolmaydi. İnsaniyat tarixida o'qituvchilikqa, ma'rifga sal qaraydigan millat, din va siyosat bo'lgan emas. Har qanday hokimiyat, har qanday davlatning tuzilmasi yoki diniy e'tiqod ma'rifni ham o'qituvchilarni azaldan chetga qoqqan yoki ularni kamsindirgan, uni keraksiz narsa deb qaragan emas. Bu insoniyat o'rtaq e'tirof qiladigan, o'rtaq ulug'laydigan soha ham bir kasb. Shunga o'qituvchilikni biz ulug'var kasbmi deganda hech qanday shubha aralashtirmagan ahvolda o'qituvchilar haqiqatan o'qituvchilik ulug' kasb deymiz. Ammo har bir o'qituvchi ulug'mi deganda uning kelganda notayin deymiz. Har bir konkret o'qituvchining ulug' yoki ulug' bo'lmasligi, yaramliq yoki yaramsiz bo'lishi bu ayrim masala.
Şu an biz endi o'quvchilarninki o'zining o'qituvchisini jamiyatning o'lchami, axloqning ma'budisi yoki insoniyatning ulgusi deb qaraydigan mushundaq bir xil go'zal ko'z qarashini umidsizlantirmasligimiz kerak. Uni kim umidsizlantirdi desa, shu o'qituvchilar o'zininki shu o'quvchilarning qalbidagi obrazi xilop bo'lgan so'z, harakatlar orqali qilgan umidsizlantirib qo'ydi. Balalarni umidsizlantirib qo'yish balalar qilgan eng zo'r ziyonkashlik. Biz avlodlarga ko'ngil bo'lish degan gapni unda xato tushunmaylik. Avlodlarga ko'ngil bo'lish, balangizni chiroyli qasab to'y-to'ykinga olib berish, tuqqanlaringizni uyga olib borib, balamning kiyim yarishibdimi, buni Shanxayda kelgandim, Turkiyaga sayohatga chiqqanda kelgandim deb balangizning kiyim-kechigini maqtab qo'yish, turqini qo'nchoqdek yasab qo'yib, shundan suyunish avlodlarga ko'ngil bo'lganlik emas bu. Avlodlarga ko'ngil bo'lishdagi eng negizli masala uning qanday odam bo'lishiga ko'ngil bo'lish. Uning ma'naviyatiga ko'ngil bo'lish ifodan. Hozircha deganda ota-onalar xuddi telefon o'ynagandek bizda. Ashinada xo'shallik topgandek bolasini qo'nchoq o'rinda ko'rib xo'shallik topadi. Uni mu xalqlarga maqtanadigan, xalqlarning orasida quruq obro' izlaydigan bir desmoyga aylantirib olgan. Mao bala men tarbiyalaydigan obyekt emas, buni do'stlarimga ko'rgazma qilib, ashlarning oldida uning bolasi mening bolam egizrak, uning ta pakaroq cho'ng'ilyotdi deb, ashundaq chakini maqtanishning basxo'rlikning desmoyisiga aylantirib olgan. Demek ota-onalarning nazarida yanlar balalarning o'rni haqiqiy tag'i shakllanmadi degan gap. Ular balasiga ko'ngil bo'lish emas, balasini o'zining ma'naviy kuchakliklarini hal qiladigan, o'zining ma'naviy jihatdagi ocharchiligini, qayatchiligini hal qiladigan bir desmoyga aylantirib bordi. Shuna tushkunlashgan odamninki har qanday ishi muqamga tushmaydi. U nimali ish qilsa bir tetiqsiz, bir g'alati, g'ayri narsa bo'lib chiqadi. Shuna biz boshqa sohalarnikini to'ldirib ketdim. Yana nazardan saqit qilib o'taylik. Nim bo'pto'son boshqa sohaning odamlarining sifat safasi. Mush o'qituvchilarning sifat safasini qo'ldan bermaslikka, buningga sal qaramaslikka pek ko'ngil bo'lmasak bo'lmaydi. Mushunni qo'ldan bersak, eng oxirgi ba'zi qo'ldan ketadi. O'qituvchilar o'zining o'qituvchilik aqidasini sustlashtirib qo'ysa, dushmanni ko'rmay taslim bo'lgan bir lamzalli armiyaga o'xshab qoldi. Shuna o ders munbirini, darsxonani avlodlarga tarbiya beradigan bu so'rinni ilgirki zamonlarda kishilar urush qilib, o'lib, ne jafolarni chekib aram qo'lga keltirgan. Ash Mamtilla pandilar o'ldi. Maktab ochganligi uchun o'ldi. Ular boshqa bir eski ish qilib o'lmadi. Abduqodir Domollanmi shu yangi maktablarni ochganligi uchun zarb yedi, ham oxiratda o'ldirildi. Demak, bu yangicha maktablarni ders munbirini qo'lga keltirish unda oson narsa emas. Bugungi kunda bu hammalar ders munbirininki bir xo'jayinlarga aylantirilgan. Ammo u ders munbirga haykal sifatida chiqqan odam bilan aqidalik bir odamninki u yerda keltiradigan ijtimoiy oqibati va qo'lga keltiradigan unumi tamoman farqlandi. Shunga biz bir haykal sifatidagi o'qituvchi o'qimasligimiz kerak. Bir ma'rifchi sifatidagi o'zini beg'ishlash tipidagi bir ma'rifchiga yoki o'qituvchiga aylanish bizning kelajak sog'an eng cho'ng qurilish xarakterli to'pimiz qoldi. Buni biz mundaq bir narsadan ko'rib olsak bo'ldi. Lifangdan o'rganish degan mushu harakatda bir negizlik gap bor. Lifangning maxluq ro'yi deydigan. O maxluq ro'yi deganda men mushu ijtimoiy sistemaning ichidagi bir maqqa aylansammi, ashada rolimni joriy qilsam hisob deganga. Onda qolganda bu gapning vaqti o'tdimi deganda vaqt o'tmadi, bu bir qimmatli gap. Uni kim deyishdan qat'iy nazar o gapning o'zi intayin cho'ng haqiqatni yakunlagan. Bizmi bir milliy ma'rifninki qo'shinidagi bir o'qituvchi bo'lsak, men mushu qo'shindagi bir yaramli o'qituvchiga aylanishim kerak. Men bu yerdagi bir parazit o'qituvchiga emas, bir yaramli o'qituvchiga aylanmasam bo'lmaydi deydigan mushu ideyani turg'izib olsak, har birimizni mushu ideya uyg'onib kelsa, u vaqtda bu 100 ming kishilik qo'shin degan bu ma'rifni qanday hayotiy kuchga yiqilyapti. Demak, bu yerda biz qo'limiz bilan o'zimizni silkib o'tib, kallamizni silkib o'tib, ko'zimizni ro'shan etib, munbarga yangicha bir g'oya, yangicha bir istak bilan qadam qo'ysak, qo'limizga keladigan unum va natija ko'z oldimizda turibdi. Ammo shunday ko'z oldida turayotgan natija uchunmi kurash qilmaydigan, shuning uchunmi o'zini bag'ishlamaydigan, shuning uchunmi vaqtini, zehnini sarf qilmaydigan bir o'qituvchi bo'lish nima degan sharafsizlik bu? Odamlarninki natija jihatdagi farqi nima ifodalandi desa, keshdagi vaqtini nimaga sarf qilganliklari ifodalandi deb ekan.
Buni nəhayət köplüge olimlar degan. Einstein dedim o, yana boshqalar dedim, tası isimde yo'q. Mushu gapni deguvchilarninki hali ko'p ekanligini, ham buni himoya qiluvchilarning ko'p ekanligini bilaman. Hamma o'zimni mushu gapni bek himoya qilaman. Siz har kuni kechdiki 3-4 soat vaqtingizni nimaga sarf qilasiz? Uyg'unishga sarf qilamsiz yoki o'yin tomoshagimi yoki quruq parang'imi yoki ma'nisiz suhbatmi? Hozir Uyg'ur jamiyatida bir quruq parang jamiyati oldu. Kot tugamaydi bu gaplar. Bu gaplar ro'yxati sog'lom, g'oylik bir odam agar ashundoq bir so'ringa chiqib qolsa, u turmaga kirib jazolangandek bo'lib ketadi. Masalan, men o'zimni ashuni ayz qilaman. Mush ma'nisiz so'rin, ma'nisiz faoliyatlarga qatnashsam, ashada bo'layotgan gap so'zlar, isrof bo'layotgan vaqtga qarab, birisining men jazolayotganligidek bir xil hissiyatda o'ltiraman. Ammo u yerdagi odamlarning xo'shallig'i ham u xil faoliyatlarni takror davomlashtirish qizg'inligiga qarab aqlim hayron qoldi. Buni biz nimalardan ko'rib olamiz desa, Uyg'ur jamiyati hozir bir nazarchiroq to'y-to'kin jamiyati bo'ldi. To'y-to'kin deganning ko'pligi restoranlarda qaynaydiganligi buningki. Ham restoranlarda shundaqligi ma'nisiz uchrashishlarning bo'lib turishlari, başlangıç maktabdagi saboqdoshlarning uchrashishi, o'rta maktabdagi saboqdoshlarning uchrashishi, oliy maktabdagi saboqdoshlarning uchrashishi, kasbdoshlar uchrashishi, yana bir xizmatdoshlar uchrashishi deb shundaq bir xil turli faoliyat so'rinlarni qilib oldi. Maqsad nima deganda, berib quruq yeb ichishdan bu yer. Hech qanday ma'naviy bir manzilga yetgan narsani ko'rmaymiz. Tuzuk bir nima yo'q. Faqat ancha-muncha bor desa, mehribon ona siyoqiga kirib oldi ekan. Voy, mushundaq buni biz mundal o'tkazamdi, buning ancha-muncha bir pul chiqarib, bir mehribon ota, mehribon dada deganga o'xshash qilib bu yerga yetimchilarga, og'riqsizlarga yordam qilmamdiq deb. Qarasa bular haqiqatan saxovatchimi, qalbi yelinjamdi degan unda emas. Bularning faqat nozi, bu bir xil noz qarashmisi. Buni da hech qanday oliyjanob harakat emas bu. Bu bir top chakana odamlarningki yana bir xil g'ayri shaklda o'zini pardozlashidan boshqa narsa emas. U o'zini beg'ishlaydigan odam, yaxshilik qiladigan odam uchun aytganda ma'lum so'rin qilishning zaruriyati yo'q. Bizda o'ng qo'ling qilgan yaxshilikni so'l qo'ling o'qimasin deydigan darajada. Uning ustiga u yaxshilik deganni ma'lum vaqtda, ma'lum odamlar bilan uchrashib qilaman deydigan narsa emas. Yaxshilik degan aytganda uyingizdan birinchi qadamni olg'a vaqtingizdan boshlab bilan uchirg'anli yerda siz qilib mansangiz bo'laveradigan narsa. O sizning odatingizga aylanib ketsa, uni siz yaxshilik deb o'ylamaysiz. Men cho'qim qilishga tegishli ish bu deb o'ylaysiz. Bundaq o'ylash sizning odatingizga aylanganda nima bo'ladi deganda, sizlarga men bir misol orqali shuning kasallik ro'yxatimi yoki sog'lom ro'yxatimi deganni deb beray. Bizning qatorchilarimizdagi ma'lum qilinayotgan yaxshilikning hammasi kasallikning ifodasi. U ko'z-ko'z qilish harakati. Siz bir avtobusga chiqsangiz, bir odamlar bor. Avtobusga chiqqan qarichurrak bir ayollarni yoki boylarni ko'rsa, yugurib berib o'rnini o'rnatadi. Shunda jiddalashib o'rnini bergacha. Xuddi u jahonning yerimini berib o'tgandek. Amaliyot qanday hissiyat qilgan desa, qarasangiz yaxshi hissiyat, ammo u ma'naviyati mukammal odamning ifodasi emas. Bir kasal bichara odamning ifodasi. Kichikkin yaxshilikni unda hayajonli qilib ketgan emas. Sizning tabiatingizga, harakatingizga aylansa, har yaxshilikni o'zingiz sezmayli qila olasiz. Uningdan hech qancha o'zingiz faxrlanish qilmaysiz. Bizda bir odam kichikkin yaxshilikni qilib qo'ysa, uni boshqalarga ko'z-ko'z qilish shakli orqali qiladigan eski odat umumlashib qolgan. Bizningki bir yaqin og'aynimiz Yaponiyaga bir yig'in munosabati bilan chiqibdi. Bu o'zi maktab yuzi ko'rmagan narsa. Maktab yuzi ko'rdi deganda 3-sinfdan chiqib ketgan. Bu shunday deydim. Men mush kichik vaqtimda Yapon qaroqchilari, Yapon alvastilari deb kinodan davomli shuni ko'ratdim deydi. Bu dunyoda odamning eskisi mush yaponliklar bo'lsa kerak deb shu vaqt o'ylaydim. Men shuncha yil anglagan mush ta'sirini bu da Yaponiyaga chiqqan vaqtimdagi ikki ish yo'q qilib o'tdi deydi. O nima deganda biz bir top odamlar chiqqan deydi, Xanzu Uyg'ur bo'lib Jungodan. Chiqqan vaqtimizda biraylan bir narsani birey tashlabdi-da, og'izdan bir shokoladdak bir narsani. Buni tashlaganda bir yaponlik kelib, yanchiqdan bir pokiz qo'l yog'liqni olib, oshni olib berib tashlab o'tib, balaq axlatchiligiga o'tib ketdi deydi. U bizga uni ko'z-ko'zmi qilmadi
bunda qilma deb tanbehim bermadi deydi. Ammo o'zining xuddi u ishni o'zi qilib qo'ygandek, shuni qilib o'tishi ashining vazifasidek, shundoq tabiiy qildi deydi. Bizga qarab qo'ymadi deydi. Ammo biz uni ko'rib qoldik ko'zimizning quyruqida deydi. Ammo o'zaro bir-birimizga shundoq bir xil xijilchilik nazari bilan beqishib qo'ydik deydi. Bu bir bizga nisbatan bir tarbiya bo'ldi deydi. Yana birisi u yerga borgandan keyin bu anda oshpaz bo'ladi, o'sha oshpazlarningki bir faoliyati bilan chiqib ketgan. Biroq borgandan keyin mening uyg'urligimni ko'rib, ash ko'rgazmadagilar tomoq biz ramen deymiz, bu sizlarningki ko'san degan yerdan kelgan bizning ajdodlarimiz 100 yilning oldigacha bu ximiy jug'og'ida kuch yo'q dedi yaponlarning. Mush yapon ayollarining ximiy jug'og'ida kuch yo'q dedi. Bu lag'man deganda bek jug'omi kuchimiz olmaydigan, shuni onalarimiz buni 1000 yil putida jug'urib kelgan debdi. Putida desep ayndaq chiqatgan mau 1000 yil 100 yildan buyon biz yaponliklar oziq qurulimizni yangiladik, qonni yangiladik, shunday qilib bizni hozir kuchimiz bor bo'ldi, bo'yimiz o'sdi. Hozir buni ham kuchmi ketmaydi, mashinadillan qilamiz. Ammo buning ismi ramen, bu sizlarning tamoqinglar deb mushun dedi. Buningdan men mandaq narsaga erishdim dedi. Nurg'un odamlar yolg'onli so'zlaydi dedi. Bir narsangizni el olibmi yolg'on so'zlaydi dedi. Bu men bilmaydigan bir narsamizni 1000 yilni oldi dedi. Biz uqmaydi ekanmiz dedi. Bu sening deganiga qarab bu nima degan samimiylik, nima degan rostchilik deb bu yapon alvostilari, yapon qaroqchilari degan haliq kallamdagi narsa birga uchib ketdi dedi. Biz buni o'zimizningki ko'z qarashi bo'yicha mandaq tatbiqlaymiz. Bir jamiyatda ma'lum bir shaxsning harakati bir millatningki ma'naviy qiyofatiga ta'sir ko'rsatadigan, millatning obraziga ta'sir ko'rsatadigan narsa bo'lib shakllandi u. Shaklvozlik to'lisi shu deganda, rost gap qilsangizmi, ma'lum yaxshi harakat qilsangizmi, bu harakatni, bu rostchilik, men bir rost gap qilib qo'yay degan vaqtingiz sizning shaklvoz ekanligingizni bildirdi. Ma'lum yaxshi harakatni qilish orqali uni ko'z-ko'z qilib qilganligingizni sizning shaklvozligingizni bildirdi. Tabiatingiz yaxshi emas. Tabiatingizda unda uzul kesil bir mukammallik, oliyjanob bir mukammallik yoki sog'lom bir psixika hukmron o'rinda emas. Agar sog'lom bir psixika, mukammal, oliyjanob bir hissiyot bizning vujudimizni egallasa, bizning barliq harakatimiz ashning qo'mondonligi ostida bo'ldi. Adamning so'zi va harakati ideyasining qo'mondonligi ostida bo'ldi. Bir ideyalar bo'ladi ekan, u xudo ideya, sog'lom ideya, to'g'ri ideya bo'lsa, sizda to'g'ri harakat, to'g'ri so'z bo'ladi. Xato ideya, sog'lom bo'lmagan ideyalar bo'ladi ekan, sizning nurg'un narsangizda kasallik holati ifodalanadi. Siz haqiqi yaxshi ish qilyapsangizmi, haq bilib qoladi. Xuddi joy-joylarda xroin setib kelib, mayal deb ba'zilar masjid deb qo'yib, ba'zilar maktab deb qo'yib, o'zi jamiyatning yaxshi odamga aylanib olganini hammadan bilib qolgandek, aqlli odamlar, tarbiya ko'rgan odamlar, odamlarning psixikasini, so'zini, harakatini to'g'ri tahlil qiladigan odamlar sizning ma'lum yaxshi ishni qilsangizmi, buning oliyjanoblik nerdan nagacha deganda bilib oladi. Demakchi o'g'limiz nima deganda, biz har qanday harakatni, masalan, yaxshi, sog'lom bo'lgan harakatni shaklvozlik tusda, maqtanchoqlik shaklida o'zimizning qalbidagi ma'naviy puchakliklarni yo'qotadigan holatda yapolmaydi. İçimiz, teşimiz, öğünün içi ve sırtındaki barlık halatımız, sözümüz, közümüz, hareketimiz, adetimiz, muşlarının hemmisi bir yaxşı adamın, bir pedagogның ki ölçümü dairesi olsa o vaxtda siz neye basınız bir ustaz. Siz fakat mektepke kirgen vaqtda ustaz olup qalmaysınız. Siz eğer bir kelişmeslik tüpeyle ya bir töhmet tüpeyle hatta türme kirketsiniz mi bari bir ustaz. Şu bir ustazlık salohiyatınız bilan jamiyatda yaxshi rol olgan bo'lsangiz, uqishmaslik tufayli, ma'lum tuhmat yoki adolatsizlik tufayli siz bir jazoga uchrab, turma kirkitib qolsangizmi, turmada nima ish qilasiz deganda turmadoshlaringizga bir pedagogninki vujudidagi xislatni ashlaq sindirsiz. Ashilarmi, ya'ni sizni ashada pek tarbiya ko'rgan odam ekan deb sizdan o'rganishga tegishli o'zining so'z harakatida isloh qilishga tegishli nurg'un narsalarni sizga qarab isloh qila oladi. Şuna bir pedagog bo'lsa, o yer yüzünün her qandaq yerida, meyli yatlarning oldida, meyli o'zimizning oldidan, meyli xotin bolalaringizning yoki urug' tuqqanlaringizning oldida bo'lsin, her qandaq yerda bir pedagogning rolini olsangiz, siz jamiyatning boyligi, millatning boyligi ham bir sharafli inson. Siz hech kimga o'zingizning millati, yurti va jaddi jamiyati to'g'riliq, o'zingizning shug'ullanayotgan kasbiga yuzlanmaydigan soha to'g'riliq bir foydasiz uchur yoki
nomusluq bir harakatni shakllantirib qo'ymaysiz. Shunga bir aqidalik bir pedagogga aylanish o'zini beg'ishlash tipidagi ma'rifni o'zining hayotidagi ma'naviy qimmatlarni amalga oshiraman. Mening millatga xizmat qilishimdagi unutilg'isiz ham osonlikcha qo'lga kelmaydigan bir fursat deb biladigan mushundaq o'qituvchiga aylanib ketsangiz, o vaqtda bir tangdoshsiz kuch shakllanadi. Bu tangdoshsiz kuch sizda emas, maktabingizda emas, butkul ma'rif sistemasida yoki bir butun Uyg'ur jamiyatida shakllanadi. Şu hozir o'qituvchilar tegi-tegidan olganda jamiyatdagi har qaysi sohaninki galdi-guldon odamlar bilan pek farqlanib ketmaydi. Siz bir yerda o'tirgan odamninki turqi va so'z iborasiga qarab mush o'qituvchiga deyolmaysiz. O kenishkisini chiqarsa o'qituvchiga deyishingiz mumkin. Ko'pincha ahvollarda ilgirki vaqtlar qandaqda deganda o'qituvchining kiyinishdan tortib o'zini tutishlari, boshqalarning so'z harakatlariga qarata bildirayotgan ifodasiga qarab bu muallimmi nima degan ko'z qarash keladi. Hozircha deganda bir muallim o'zini men muallim demagicha uning muallimligini bilgili olmaydigan darajada bo'lib ketdi. Demak, jamiyatga xilma-xil sohaninki odamlar bilan o'xshashli bir narsaga aylanib ketdi. Bunun o'zimi shu muallimlardagi tushkunlashganlikning o'zininki pedagog xos obrazining yoki ma'rifchi xos obrazining sal qarilayotganligi bilan munosabat. Endi o'ylab boqaylik. Bu dunyoga biz nima uchun keldik? Yeb ichishlik kelgan bo'lsak, qanchalik narsa yeyaysizlar? Onun üstüge bugungi kunda yeyish, ichish maqtanishdan bir nimasi emas u. Bu yeyish, ichishdan maqtanishdan o'zimi bek g'alati bir narsa. U och qolgan odamlarda bo'ladigan psixologik kasallik u. Bir davr och qolgan odamlarda yeyish, ichishni cho'ng bo'ladigan bir xil psixologik kasallik bo'ldi. Bu jungoliklar beshidan o'tkazdi buni 20-30 yildan oyoq. Endi hozircha deganda hozir bundan seskandi. To'xta, bu çatak işken dedi. Eyni işte nima deganda yeb ichish faqat cho'shqinning g'oyasi degan. Bu yeyish ichishni baxt deb bilish cho'shqinning g'oyasi degan. Ham biz hozir yeyish ichishni cho'ng bilandik biz. Uning ustiga biz yeyotgan narsalar nimadir? Masalan, restoranda biz yeyotgan narsalar bizga 3 jihatdan ziyon soladi. Birinchi salomatlik jihatdan ziyon soladi. O qochqishlarning juyilishi, ximiyalik dezinfeksiya suyuqliklarininki bir taraf qilinishi yetarli emas, o'lchamiga yetmaydi. U yerga kelayotgan materialning manbasimi jahondagi eng arzon narsa ekildi. Uni o'sha restoranning xo'jayinlari ekildi. Bozordagi eng arzon narsani ekilib, andan keyin uni chiroyli qilib chiqarib qo'ydi. Demak, bu arzon narsa shu yemeklik axlatidan boshqa narsa emas. Axlat yemeklik ximiyalik zahar suyuqliklar. Bular bizning millatimizninki badan suhbatini nacharlashtiradi hozir. Shuni to'p qo'shyapti. Siz mayli qaysi doktorxonaga bormang, Uyg'urlarning eng ko'p sonda egallaydiganligini bilasiz. Yeshayanga borsangizmi shu, ikkinchi doktorxonaga borsangizmi shu. Demak, salomatligimizning dushmani bo'lyapti. Ikkinchidan vaqtimizning dushmani bo'lyapti. Hayotda eng qimmatli narsa bir odam uchun qanday vaqt. Vaqting ketdi, baxting ketdi deydi. Bizning hozir har hepsi o'tkazilayotgan to'y-to'ykunlarning jiqligida har bir o'qituvchining vaqtini shanba-yakshanbadagi go'zal vaqtini to'y-to'ykunlar olib 4 soatdan 5 soatdan og'in tursa, bu nima degan cho'ng ziyon bu. Men Qutatqi bilik degan kitobninki necha soatda o'qisa tugaydiganligini uqmaydi ekanman. Erpan shirkati uni day qilib chiqiribdi, 17,5 soatda tugadi deganda, deb qoldim. Nimishqa deganda o'zim shuncha kitob o'qisammi, ashundaroq bir tomliqdagi kitobning necha soat tugaydiganligini bilmaydi ekanman. 17 soat degan qanchalik vaqt u? Sizning 2 haftalik to'yib ketgan vaqtingiz. Demak, siz 2 haftada 4 oqshomdilligini kuchsangiz, 4 soatda o'tsangiz, Qutatqi biligidek bir kitobni o'qib bo'ldi ekansiz. Demak, bu bizning vaqtimizga, hayotimizga ziyon solayotgan yana bir tarbiya restorandan. Yana birisi axloqimizga ziyon solayapti. Restoran tufayli buzilib ketayotgan uylar. Besxo'rlikqa, kiyinish va tornish jihatdagi besxo'rlik keslik giribtor bo'layotgan ayollar, u yerda yangi turkum do'stlarni tepayotgan icharman erlar. Bu icharman erlar qanday qildi desa, o'zig o'xshash aroqkashdan birini tepoladi. Ma ag'inimizni ko'tardik ham juma deb, kelar qatim qarasangiz,
Bu tanışmaydiganlar ağını qayınlab bala qaraqning atrofida yurgan. Demak, tushkunlashgan odamlarningki ulpat tepishiga bir fursat bo'ladi. Demak, to'y-to'ykunlar bizning u tushkunlashgan bir eringiz tushkunlashsa yoki ayolingiz tushkunlashsa, birisi kiyim-kechak saram olib ketsa, birisi yemak-ichmak, aroq sharobdan saram olib ketsa, balaga unutilsin, xotinlik, mehr muhabbatmi bir yer boradi. Demak, hozir majam o'ynaydigan erlar, aroq ichadigan erlar, mushundaq erlarning ko'pligidan mahallalarda, maktablarda tul ayollar qo'shini paydo bo'lib ketdi. Bularning hammasi bir millatningki tushkunlashganligining ifodasi bo'lmay nima bu? Bu bekadillar biraz apsini o'qib keltirib qo'ygan narsa emas. Bizning restoran madaniyatimizningkimi to'pisi bor shunday. Hammani bu restoranga atqil olmasimi, restoran madaniyati bizga hem salomatlik jihatdan, hem vaqt jihatdan, hem axloq jihatdan. Axloqli bir axloqli bir ayolning uyi odatda buzilmaydi. U axloq jihat chiriklashgandekinligini, sog'lom bo'lmagan havaslarning keyinga kirgandekinlar bu oila barbara suvuydi. Anandakin balalar unutilishga boshlaydi. Bu oiladagi er ayolning munosabati yirtqichlarning munosabati bilan bir-biriga xiris qiladigan. Buni shunday munosabat shakllanadi. Endi bu hozir taraqqiy qilib dal o'qituvchilardimi shunday narsa ko'rilyapti hozir. O'qituvchilar qo'shini ichidami shunday qilaqi oilasini oila sifatida tutib turishga kuchi yetmayotgan erlar va ayollar xili bor. Buningda nimalar sabab bo'layotganligini albatta o'zingizlar bilasizlar. Har bir odamningki ahvoli o'xshamaydi. Anna Karenina deydigan bir kitap var, hozir bozorga chiqdi. 11 dunyoviy klassik eser. Anna Karenina romanining birinchi betining birinchi qurida bir gap bor. Baxtlik oilalarning baxtining manbasi birla deydi. Ammo baxtsiz oilalarning baxtsizligining sababi ko'p xil deydi. Bu yerda baxtsiz bo'lib qolgan bo'lsangiz, sababingiz har xil sabablardan bo'lishi mumkin. Ammo baxtli oilalar nima uchun baxtli desa, uning javobi bir ekan. U er bilan ayol qanoatchanlar bo'lsa, ular baxtning payzini surdi ekan. Demak, bizdagi hozir eng cho'ng narsa qanoatsizlik. Biz bozorga chiqsak, restoranga borsak, siz 15 ming ko'p bir norka olgan bo'lsangiz, yana birisining ustidagi 25 ming ko'lik norkani kiysangiz, kayfiyatingiz uchadi. O'zingizni baxtsiz his qilasiz. U sog'lom bo'lmagan psixikaga ega odam boshqalar bilan beslashib yashaydi. Aslida beslashishning eng to'g'ri shakli nima deganda, raqobat degan juda qimmatli narsa. U faqat yaxshi ish qilish, o'zini mukammallashtirish, takomillashtirish jihatdagi beslash bo'ladi. Hozircha yeb ichish, o'zini bozorga solish, o'sha kiyinish, tarinish jihatdagi turalg'u va qatnash qurollari jihatdagi bilan beslash bo'lib qoladi. Bilim o'rganish, kasbda muvaffaqiyat qozonish, baxtli oila qurish, yaxshi avlod tarbiyalash qatorliq jihatlarda beslashadigan odamlar nəhayət az, amma sağlam bo'lmagan sohalarda beslashadiganlar nəhayət ko'p. Demak, mushu xil sağlam bo'lmagan xohish yoki qiziqish o'qituvchilar qo'shiniga yamrab kirgachga o'qituvchilardami majruh oilalar ko'payib ketdi. Demak, bu majruh oilalar qanday oilalar deganda ajrashib ketish xavfiga duch kelgan. Ajrashib mushu oilada baxtni suslashtiradigan yoki bu yerdagi muhabbatni yo'qotadigan bir qurib tushgan oilalar. Bugungi leksiyani hamda mushu ikki so'zga yig'inchoqlashib bo'ldi. Biri o'qitish faoliyatini odamni asos qilgan. Barliq o'quvchilarni odam deb qaraydigan. Men bu odamga ko'ngil bo'lyapman, odam tarbiyalayapman deydigan ideyani yetakchi qilgan asos deb berish. Hargizmi sho'jonga, sho'jiga yaxshi ko'rinaman, gul taqayman, onu qilaman, mani qilaman deydigan mandaq binormal havas sifatida emas. Oldimdagisi odam. Men bu odamlarga yolg'on gap qilsam, bo'la keta muomala qilsam, oldab dars o'tsam bo'lmaydi deydigan mushundaq bir xil pak aqida bilan muomala qila olsanglar. Ham jamiyatga nisbatan, mayli maktab, mayli jamiyat, mayli oilaga nisbatan bahramand bo'lishni maqsad qilmay, beg'ishlashni maqsad qilsanglar, kelgusida bizning ma'rifchilarning qo'shini cho'qim bir sifatli safoli qo'shinga aylandi. Bu bizning mushu jihatliklarni aqidamiz to'g'rilanib ketsa, bizning yetakchi programmalarimiz to'g'rilanib ketgan bo'ladi. U vaqtda bizning uchraydigan kashalimiz ham oqibat pushaymon qiladigan ishlarimiz nəhayət az ko'riladi. Shunga bugun sizlarningki leksiyani anglab berganlarga rahmat.
Hammalarga teşekkür ederim. Qadrlik o'qituvchilar, suyimli bog'lanlar. Yuqorida Yalqin Ro'za apandi o'qituvchilarimizni ko'rilayotgan ideya aqida krizisi ustida jiddiy tanqid yurgizdi. Ham o'tkir fikrlarni o'tirib qo'ydi. Balkim bir qism o'qituvchilar bu nutqda o'qituvchilarni rag'batlantirish asos qilinmay, tanqidlash asos qilindimi nima? O'qituvchilarga deb qo'yish muvofiqmi? Ularmi odammi? Ularmi boshqa sohalardagi kishilardek o'zini qo'yib o'tib erkin ozod yashashga haqliqmi degandek o'yladi bo'lishi mumkin. Qadrli o'qituvchilar, milliy ma'rifimizning tarvishkori bo'lgan suyimli bog'lar. Saminlarda bo'lsinki, xalqimizning kelajagini gul qiladigan yoki kul qiladigan avlodlarning taqdiri sizlarning ilkinglarda. Alohida mas'uliyatni ustiga olgan odamlarda alohida ong bo'lish kerak. Hayotda bahramon bo'lib yashash yo'lini tutgan odamlar bilan beg'ishlab yashash yo'lini tutgan odamlarning qimmati o'xshash bo'lmaydi. Yalqin Ro'za o'qituvchilarimizda alohida ong bo'lish to'g'riliq ilgari so'zlagan bir nutqida mundaq degan: o'qituvchi bo'ldingiz, balada qoldingiz. O'qituvchi bo'lgan kishi yasinish, tarinish, yurish, turish, so'z, harakat, o'g'inish va xizmat qatorliq barliq ishlarda o'zining o'qituvchilik obraziga foydali yo'lni tutish kerak. Bir ig'iz so'z bilan aytganda, beg'ishlab yashash ularning oliy mezoniga aylanish kerak. Alohida mas'uliyatni ustiga olgan odamlarda alohida ong bo'lish lozim. Mushu mendan aytganda, millat davr oldida alohida mas'uliyatni ustiga olgan o'qituvchilarimizda alohida beg'ishlash ro'yi bo'lishi kerak. O'qituvchilik kasbiga mana shunday ko'z qarash bilan qaraydigan Yalqin Ro'za o'qituvchilarimizni ko'rilayotgan ta'xirsiz masalalarga mas'uliyatchan pozitsiyada muomala qilib, o'qituvchilarimizdagi ma'arifga, o'qituvchilikqa, millatga va avlodlarga bo'lgan mas'ul bo'lish ro'yining ojizlab ketganligini ayab o'ltirmasdan tanqidlab so'zladi. Uning shuari nihoyat oydin. Bu bo'lsa-mu, ma'arif muqaddas soha. O'qituvchilik kasbi sharafli kasb. Shunga o'qituvchilar cho'qim muashchi bo'lmay, ma'arifchi bo'lish kerak.